Yaxshimisiz, yaxshi borib keldingizmi? Qizingiz bilan tanishib oldingizmi? Keliningizni ko'rdingizmi? Qalay bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Topgan qizning onasi folbin ekan-ku, issiq sovuqchi. Bo'lmaydi. Oyijon. Oyisi folbin bo'ldi degani, men oyisi gulamayman-ku, nima qilib folbin bo'lsa? Oyijon, siz vahma qilmang. Oyisi folbin bo'lsa, qizi ham folbin bo'lmaydi-ku. Vahma qilmang. Nuqul akangni yonina olasan, jim o'tir. To'g'risini aytsam, men ham unaqa narsalarga ishonmayman. Voy, jo'jalar, jim o'tiringlar. Menga qara. U bizga to'g'ri kelmaydi, bolam. Onasi mahallada fol ochib issiq sovuq qilar ekan. Tushundingmi? Kim bilan quda bo'ldi desa, folbin bilan quda bo'ldim deymanmi? Bo'lmaydi. Oyi, akamning qo'llari o'sha qizda ekan. Siz ham akam vaqt uchun xo'p deb qo'ya qoling. Yo'q. Ikki dunyoda ham xo'p demayman. O'ylab ish qilyapsanmi? Mayli. Unaqada men uylanmayman. Mana Mustafoni uylantiravering. Voy. Nega uylanmas ekansan? Shuncha qizlar bor. Kelib topgan ishi bo'ldimi? Senlarni otasiz katta qildim. Endi menga rahmating shumi? Bolajonim, qizlar qurib qolganmi?